Unvon po'chog'idan eksperiment qilib ko'ramiz. Hozir buni maydalab olamiz. Mana o'rtoqlar, eksperiment ham tayyor bo'ldi. Endi buni sinab ko'ramiz. Kamroq o'tin yoqadigan bo'lsa, kichkinadan foydalanamiz. Uzoqroq yonish kerak bo'lsa, bundan foydalanamiz. Mana o'rtoqlar, roppa-rosa yarim soatdan oshdi olovni yoqqanimizga o'tinlarimiz yonib o'chib bo'ldi, lekin eksperiment qilgan narsamiz hali yonib turibdi. Men pikniklarga juda ko'p chiqaman. Tog'larga chiqqanda o'tin yoqishdan umuman muammo bo'lmaydi. O'zim shunaqa narsalarga qiziqaman, shuning uchun ham erinmasdan tayyorlab ko'rdim. Men uchun foydali bo'ldi. Profilimga kirib ko'rsanglar, qiziqarli eksperiment videolar juda ham ko'p. Botir Xobiga obuna bo'lib kuzatib turinglar. Bu yog'i undan ham qiziq bo'ladi. Layklarni bosib qo'ysanglar ham bo'ladi. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.